Bilganingizcha Rustam Nurg'aliyev Shiratdagi срокка saylanuvga boraydi. 3-srokka saylanuv bo'yicha 2-deb atalgandi, chunki 1-sani belgilanmaydi. Ularda federal zakon shulay edi. Respublikamizning elekkiga yozmishida bugungi holatida kelajagida albatta endi respublikamizning shu birinchi yetakchilari bilan bog'laymiz. Mintimur Sharipov bilan da respublikamiz ig'likli motor yozmish kechirdi. 18 yil davomida yetakchilik etdi respublika bilan. Ondan sonra endi Dilbigan Musqulov, ondan sonra Rustam Nurg'aliyev yangi bir quvvat bilan, yangi bir qulosh bilan respublika o'sishin jiglib tortib bora. Endi biz har bir sizning bilan bu motor o'zgarishlar mushohiklari aldagi shirda mana respublika shu o'sish tempini xalqning turmush ko'rinishini yaxshirtib bo'yicha da salomatlik sog'lomligiroq choralar ko'rib bo'yicha da milliy traditsiyalarni, tilimizni saqlov, respublikaning iqtisodini, kishi manfaatlarini ko'proq yo'naltib bo'yicha Rustam Nurg'aliyevning oldagi srokka saylanib ishlarga rizolat berib, respublikamizning baxti uchun deb aytamiz. Hali har shaqirilish sayin respublikalarning, o'lkalarning birinchi yetakchilari olishib elini yutqanlari yo'q. Respublikadagi mana bu bugungi bizning bir ko'plarga o'rnak holatni biz respublikada uzoq yillar bilan birinchi shirindoni to'ratmish Mintimur Sharipov ishlagan yillar, endi yamadan hatto onun bilan endi 13 yil hukumat yetakchisi bo'lib ishlagandan so'ng endi yamadan 10 yil Rustam Nurg'aliyevning yetakchilik etdi. U Tatariston xalqining baxti. Durust birovga ertaga talinka bilan keltirib bermaylar endi baxtni, mo'lliqni har kimga o'z yozmishini ishlab topasa. Shunday respublikamizda ko'nglingda motor amallar bo'lsa, yalqov bo'lmasang, ishdan erinmasang, respublikamizda ishlab yasharga bo'ladi. Men aytmayman jannat deb, respublikaning mumkinliklari zo'r. Hali kelajakda da mana endi iqtisodda bek zo'r negiz solingan respublikamizning byudjeti 300 milliard etib bo'yicha, ona kelajakda 500 milliard etib bo'yicha ular bir ko'p sotsial infrastruktura masalalarini hal etishga da mumkinlik berishadi. Onun üstüne bir ko'p byudjet o'chirishlari, ma'rifat, madaniyat, boshqa tarmoqlarga da bir e'tibor kerak bo'lgan infrastrukturaga respublikaning hali oldagi 5 yildagi turmushin mana o'tgan hali o'tib boraturgan 5 yilga solishtirganda tog'da quvonchliroq, umidliroq bo'ladi deb ishonamiz. Mana shu niyat bilan yuribmiz rayonlarda saylovlarni motor etib o'tkazib, yaxshi deb tovushni berib, kelajagimni saylayman deb tovush berib kerak bo'ladi. Mana shunday murojaat bilan yuribmiz xizmat kollektivlarida, o'rinlarda, Oqtanish respublikamizning o'rnak rayoni, motor to'liqonda turmush bilan yashay. Bor bizning turli rayonlar qaysilardir nedir ayrim bir yo'nalishdagina o'zini ko'rsatib boratirga o'zining nedir tege kozir kartasi bor deb aytdim. Mana shu bilan mening yuzuq qoshim deb aytatirgan. Oqtanish bizning bir ko'p turli tarmoqlar bo'yicha, ma'rifat bo'yicha da, bigrakda madaniyat bo'yicha, endi yetishtiruv tarmoqlari, ovuq xo'jaligi bo'yicha bigrakda men endi o'zim shu tarmoqda ishlagach, endi 15-20 yil endi opishning ortidan qolmishi kuzatib yuring. Qo'ya qodoq qolgan ekan, qo'ya narsa jimralar ekan, ular qo'yda tuzillar ekan narsa deb. Ham endi mana shu o'rnak motor turmushni Oqtanishni hokimlikni butun respublikaga shunday o'rnak etib qo'yamiz. Sizga endi motor deb so'ylagach qopchiq unsurlariga borib ko'proq so'rab qaytib bo'ladi. Biz yaxshi deb so'yladik deydi. Ishingizda o'ngishlar bilan baringizga da bu yil ekmakli yil respublika bo'yicha bugun respublika 2 million tonna ekmak sug'urib oldi endi. Dirsolimda bu Oqtanishning bu terasini ishlarga bek bermay bu arada yomg'irlar respublika kun sayin 180-200 ming tonna sug'urib boradi. Respublikaning bu yil 6 million tonna ekmak yig'ib olgan mumkinligi bor. Mana men ishlagan vaqtda 1 yil bo'ldi olti.
Min kitkeş men idi motor yol buldu. Men ulimin men irtere kitere kimdir aytam men ana tağa bir yıl turgan bolsam 6 milyon bilan kitken bolar endi. Men endi ulim irtere kitere kerak bolam dep aytып. Kimden kullanırsan şuna göre iş var sizge de iş var dep aytam endi. İkmek kabul ediyor предприятиесі бетинде ol şübündür çıkartalmay. Bir de şimal olarak da mana bu hazırgi şurada aşlıkны hazırlap, sağlap, urnaştırıp, onu yanmadan kirek жерine azaltу meseleleri şolay sizin biznesinde. Şuna göre mana şolay işli ham aşır bulup yaşarız yeme. Ben de ikmek kabul ediyor предприятиесі gene olur bu kadar. Kombinat dep aytırlar kerak çünkü anda alar onu yetiştirirler bizim. Kombikarma yetiştirirler, produksiyalarında koyganlar, yarma yetiştirirler, şolay rapsma yetiştirirler. То есть eğlenesinde Allah iş bilen tahmin etilgen, anda kolektif средний зарплата sırının haber 30 var. Sen de 30 var. Sırrı zarplata bilen Vaktinde tülep barasın mı kış günlerinde de? Baralar özlerinin neyi var onlar. Akşa kereme var diye kerek. Toplanan kolektif, dürüstten de olayına şarj ettiren kolektif tuğu bu rahatta da haydar ekimlacıyla belirli bir sisteması var, incenin sorgusu var. Bultar siz, bir şey var ibarede? Bultar 40 bin tonna gitti. 20'den artık barışı. 18. yılda bizden köp oldu. 53 barışı oldu. %98 bin tonnası sonun gitti. Bir yıl barışlar bilen katlak deyler. Katlak. Şetirge, İran'a, nege bizden hikmetler gitti bitinde şu an göre o halktan aşağılarından şu kadar biz realize ettik. Böyle kolektifinin barbarının derecesinde kursattı. Motorun açtıylar, agresiyle grup bilen sastapında. Ona göre şu anlar kaldırası kilamarat baş kolektif o. Birden kolektif, andi kolektifte o siyasette dürüst iyi etken şey prezentörünü İstanbul Radyo'nun bir tavuştan sayılıp Olgatı var, ambisiyazne rapporlar bilen Allah varsa motor etip gelecekler deyip şandır kaldırası bile İsa'yla motor tübüt kerelip şandır kaldırası. Marada sorarız. Mümkün mü? Ayte yapıyoruz. Ne tanışlardan almayıplar iken degen söz dürüst değil onlar. Bugün günde 20 bin tonna yakın geldi ikmek. Şunun 7 bin tonnası tanıştan 13 bin tonnası agresiyadan geldi. Ne için biz azrak tertipte tuturga tırışabız? Agresiyanın ikmek koyuğa oranları şamalı, bilesiz. Şimdi biz rezerv üzerine değil. Rezerv tutabız. Ne için degende biz alar bilen обязательство boyunca 2000 tonna alarga teyir günge. Nopaka maşinalar yetibetmi alarga şuna göre endi 1,5 tonna şaması baribir kitiredi. Tanışlardan biz bulay turib vaqt taptık. Xliba produkt degan jurnal kompaniya bilasiz. Galimov. Alar Marat. Alar dogovor bizim bilan перевалкага tuzildilar. Ikmekni kiritilar, oqtanışlar şuların şotuna. Anın arasında indi bir barjılık buldu, tüyev jibereli. Tağın kiritiler. Tüyev bilen Marat özü şöyləneme. Özü şöyləneme. Biz indi usullarına koşatlarız. Anın arasında indi agresiyanın özünün bu yılga bir köp plan koyulgan. Bizden elevatordan buna olar planına koyular 40 bin tonna. Atgruskıga. Şitlerden biz 30 bin tonna alıp перевалка yasarak değil. Mine общество'nun 70 bin tonna görünüp durur. Şuna indi barıp çıkarlarına, yağmurlar pek ayırık gelmiyor. Ne vaktin yemeği barıp şuşu üstünde işleyiz. Aktanışlardan barıp kireşek, barıp barığa sağlayıp yapız. Biz ondan zainteresowanız, потому что bizden ondan akşa kiremek.